Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz yana bir marotaba YouTube'da ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Endi biz bugungi video darsimizda fundamental tahlil va yangiliklar bilan tradingni o'rganamiz. Ya'ni ushbu videoda biz fundamental tahlil va yangiliklar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Tradingda muvaffaqiyatga erishish uchun ushbu vositalarni o'rganamiz. Umumiy qilib aytganda, bugungi video darsimizda fundamental tahlilda qanday ishlashi kerakligini va fundamental tahlil nima ekanligini ko'rib o'tamiz va video darsimizni albatta boshlaymiz. Fundamental tahlil nima deganlar uchun? Fundamental tahlil bu kompaniya yoki bozorning iqtisodiy, moliyaviy va boshqa asosiy omillarini o'rganish usuli. Kompaniyaning moliyaviy holati, daromadi, qarzlari, aktivlari va passivlari buning ichiga kiradi. Iqtisodiy sharoitlar, inflyatsiya, o'sish sur'atlari va ish bilan ta'minlashlik, albatta sanoat tahlili, tendensiyalar, raqobatchilar va texnologik rivojlanish va asosiy maqsad bozorning uzoq muddatli tendensiyalarini bashorat qilish ekan. Endi to'liqroq qilib aytadigan bo'lsam, biz fundamental tahlilni quyidagi 3 ta bo'lim orqali aniqlab olamiz. Ya'ni kompaniyaning moliyaviy holati, daromadlari, qarzlari va aktiv va passivlari. Ya'ni bu yerda nima deyilyapti? Masalan, biz kompaniyaga investitsiya qilishdan oldin kompaniyani albatta o'rganib chiqamiz va u kompaniya qanday biznesga ega ekanligidan boshlab barcha ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz va bundan oldin va undan keyin daromadlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni u har doim o'zining kompaniya daromadlarini chiqarib turadi. Masalan, shu sanada shunday daromadimizni chiqaramiz, masalan shunaqa xabarlar albatta chiqadi, kompaniya tomonidan beriladi va agar daromadlarini chiqargandan so'ng bu ommaga salbiy ta'sir qiladigan bo'lsa, masalan, bozorda kichik bo'lsa ham aktiv tushib, kompaniyaning aksiyalar narxi tushishligi mumkin bo'ladi. Masalan, aktivlari bo'ladi, qarzlari bo'ladi, masalan, kompaniyalar tomonidan, masalan, kompaniyalardan yoki umumiy qarzlari bo'lishi mumkin. Mana shu qarzlarni chiqarish orqali ham bularning barchasi yangilik hisoblanadi. O'zi fundamental tahlil bu yangiliklar degani. Ya'ni biz faqatgina yangilik orqaligina biz tahlil qilishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, biz hech qanday bozorga kirib, qandaydir grafiklar, masalan, grafiklardan foydalanib, indikatorlardan foydalanib yoki bir murakkab orderlardan foydalangan holatda tahlil qilmaymiz. Biz faqatgina bozorda yangilik chiqadi, shu yangilikka asoslangan holatda biz bozorni prognoz, ya'ni analiz qilamiz. Agar analizimiz o'xshaydigan bo'lsa, biz shu fundamental tahlil orqali daromad qilishimiz mumkin bo'ladi bozorda. Endi passivlar va aktivlarga keladigan bo'lsak, har bir kompaniyaning o'zining aktivlari bo'ladi va shuningdek passivlari ham bo'ladi. Iqtisodiy sharoitlar, ya'ni inflyatsiya, o'sish sur'atlari va ish bilan ta'minlashga keladigan bo'lsak, masalan, inflyatsiya bu nima deganlar uchun? Bu pulning qadrsizlanishi hisoblanadi. Bu pulning qadrsizlanishi misol tariqasida bu albatta kompaniyaning iqtisodiy sharoitlariga masalan to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, bu yomon yangilik sifatida qabul qilinishligi mumkin. Agar inflyatsiya foizi tushadigan bo'lsa, bu albatta yaxshi. O'sish sur'atlariga keladigan bo'lsak, masalan, kompaniya doimiy ravishda qulamaydi yoki masalan birdan aksiya narxi tushib ketib qolmaydi. Katta kompaniya bo'ladigan bo'lsa, u doimiy ravishda kichik bo'lsa ham kichik sur'atlarda albatta o'sib boraveradi va bu doimiy o'sish sur'atiga misol bo'ladi. Masalan, aksiya tushishi mumkin yoki masalan o'rtaga yurishi mumkin, lekin shunga yarasha ko'tarilishligi ham mumkin bo'ladi. Katta ehtimol, misol tariqasida Tesla kompaniyasini misol qiladigan bo'lsam, Tesla kompaniyasi bundan adashmasam 2 yil oldin masalan $150 narxi tushib ketdi va u vaqtda ko'plab treyderlar taxmin qilgan edi, demak bu $150 dan ham tushib ketadi, bu $100 ham tushib qolishi mumkin deb ko'plab treyderlar taxmin qilgan edi, lekin aksi bo'lib narx ko'tarildi. Birinchi $200 bo'ldi va keyinchalik ko'tarilib hattoki $400 gacha bordi. Ya'ni aksiya birdan tushib ketishligi, masalan, kichik sur'atda tushishligi mumkin, lekin birdaniga agar kompaniya bankrot bo'lmagan bo'lsa, aksiyasi tushib ketmaydi. Bu fond bozori albatta shunaqa. Ya'ni barcha aksiyalar bozor yangiliklarni chiqarish orqali bizga anchagina ko'proq foydasi tegishligi mumkin. Bu yangilikdan foydalangan holatda biz yaxshigina daromadlar olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta o'sish sur'atlari misol, ya'ni boshqa kompaniyalar bilan kollaboratsiya qilish ham bu o'sish sur'atlariga misol bo'ladi. Umumiy kompaniyaning o'sishligi
quyidagi bo'limga misol bo'lishi mumkin. Ish bilan ta'minlashga keladigan bo'lsak, uning albatta xodimlarini ham siz tekshirishingiz kerak bo'ladi. O'zi masalan siz tanlagan kompaniyada qanday xodimlar ishlaydi, nechta xodim ishlaydi, masalan uning ishchilari qancha va ishchilari masalan kommentariya bo'limida siz ko'rishingiz mumkin. Masalan ishchilari masalan rozi bo'lyaptimi yoki kompaniya masalan norozilik ko'payadigan bo'lsa, masalan ishchilar tomonidan yoki ishchilar keskin ravishda kamaytirilyaptimi, demak u albatta u kompaniya zararda hisoblanadi va bu kompaniyaga investitsiya qilishingiz sizga qimmatga tushishligi mumkin bo'ladi. Tendensiyalar, raqobatchilar va texnologik rivojlanishga keladigan bo'lsak, endi raqobatchilar masalan doimiy ravishda bozorda bo'ladi. Ya'ni sizning kompaniyangizda raqobatchisi, misol tariqasida Coca-Cola kompaniyasining raqobatchisi masalan Pepsi kompaniyasini misol qilishimiz mumkin. Ikkita kompaniya bir-biridan zo'r bo'lishlik uchun doimiy ravishda texnologik rivojlanishni o'zida mujassam etadi. Ya'ni doimiy ravishda ular rivojlanishi kerak. Bo'lmasa agar bittasi qolib ketadigan bo'lsa, masalan bittasi o'sib butun bozorni portlatib yuborishi mumkin. Ya'ni portlatish deganda yaxshigina rivojlanib katta daromadlar olishligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun raqobatchilar bilan olib borayotgan raqobati qanday ekanligini ham o'rganishingiz kerak bo'ladi. Va bu hozir aytayotgan barcha yangiliklar ham albatta siz bemalol istalgan masalan saytga kirib bemalol topib olishingiz mumkin bo'ladi. Texnologik rivojlanishga keladigan bo'lsak, texnologik rivojlanish albatta aytib o'tganimizdek kompaniyalar doimiy ravishda bir-biridan masalan o'g'irlashligi mumkin bo'ladi. Masalan qandaydir telefonlar chiqishi orqali, masalan gadjetlar chiqishi orqali ham bir kompaniyalar doimiy ravishda kuzatadi va u kompaniyalardan g'oyalarni o'g'irlab o'zida o'zgartirib masalan ommaga taqdim etishi mumkin. Mana shu texnologik rivojlanishga ham qisman sababchi bo'lishligi mumkin. Masalan bitta kompaniya rostdan ham ishlaydi va yerda yangilik chiqaradi. O'zining masalan smartfon gadjetlarida bo'ladigan bo'lsa, boshqa kompaniya ham buni ko'radi va undan yangilik oladi va shu orqali texnologik rivojlanish yuzaga keladi. Bu texnologik rivojlanish faqat telefon misolida emas, balki kompaniyalar misolida ham. Masalan mashina ishlab chiqarayotgan kompaniya telefon gadjetlarini yoki uyali masalan qurilmalarni, masalan kirmoshina bo'ladimi, misol tariqasida televizor bo'ladimi yoki sanoatga oid bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishligi ham, yangi ishga o'tishligi ham bu texnik rivojlanish hisoblanadi. Asosiy maqsad bozorning uzoq muddatli tendensiyalarini bashorat qilish. Ya'ni fundamental tahlilning afzalligi asosan shuki, masalan bozorni siz oldindan uzoq muddatli taxmin qilishingiz mumkin bo'ladi. Albatta texnik tahlildan emas, balki masalan texnik tahlilda faqatgina aksiyalarga masalan grafiklarni chizib, siz shu masalan tepaga ketishi mumkin yoki pastga qulashligi mumkin desangiz, fundamental tahlilda siz yangiliklardan foydalanib, demak kompaniya masalan Apple kompaniyasining aksiyasi $220 bo'ladigan bo'lsa, demak kelajakda shu masalan hozir chiqayotgan yangiliklardan asoslangan holatda 2026-yilda taxminiy ravishda masalan $300 gacha yetishligi mumkin deb taxmin qilasiz va shu yerda investitsiya qilasiz. Agar 2026-yilda masalan $300 dan oshadigan bo'lsa, bu sizning qilgan fundamental tahlilingiz qisman o'xshaganligi uchun siz yaxshigina daromadda chiqishingiz mumkin bo'ladi. Fundamental tahlilning asosi shu. Yangiliklar va bozorga ta'siriga keladigan bo'lsak, iqtisodiy yangiliklar, davlat siyosiy, iqtisodiy o'sish yoki pasayish, siyosiy yangiliklar, tanqidiy qarorlar, qonunlar va siyosiy beqarorlik, moliyaviy yangiliklar, kompaniyalar daromadlari, foiz stavkalari va valyuta kurslari. Iqtisodiy yangiliklarga keladigan bo'lsak, masalan davlat siyosati doimiy ravishda o'zgarib turadi. Masalan prezident yoki katta bo'lgan katta shaxslar tomonidan siyosiy masalan o'zgarishlar bo'lishligi mumkin. Bu albatta fundamental tahlilga, fundamental yangiliklarga o'z hissasini qo'shadi. Ya'ni umumiy bozorga bu yangiliklar, siyosiy yangiliklar o'z hissasini qo'shmasdan qolmaydi. Iqtisodiy o'sish yoki pasayish masalan siyosatga ham bog'liq bo'ladi. Nimaga? Masalan hozir Amerika prezidenti Trump bo'ldi va bo'lgandan so'ng bizda endi fond bozorimiz masalan yaxshigina o'sishi kutilyapti, chunki fond bozoriga Trumpning aloqasi yaxshigina bor. Ya'ni shunga o'xshagan xabarlar, ya'ni shunga o'xshagan yangiliklar ham albatta masalan siyosatda bu, chunki masalan Trumpning prezident bo'lishligi, uning chiqarayotgan qarorlari albatta bu siyosiy yangiliklar bo'lganligi uchun albatta bu iqtisodiy o'sishga
albatta o'z hissasini yaxshigina qo'shadi. Siyosiy yangiliklarni endi ikkinchi bo'limiga o'tadigan bo'lsak, tanqidiy qarorlarga keladigan bo'lsak, masalan, juda ham katta bo'lgan siyosatshunoslar yoki umumiy olib qaraganda shu moliyaga, finansga aloqasi bo'lgan katta amaldorlar shu aksiyalarni masalan tanqid qiladigan bo'lsa yoki masalan qarorlarni aytadigan bo'lsa, shu kompaniyaning aksiyasi shu yo'llarga ketishligi mumkin deb masalan bozorda yangiliklar chiqadigan bo'lsa, bu tanqidiy qarorlar albatta aksiyani tushib ketishligiga yoki buning teskarisiga ham ishlashligi mumkin bo'ladi. Masalan, Ronaldo oldida kola turgan vaqtida u kolani surib qo'yadi va uning o'rniga suvni hamma, ya'ni barcha intervyu olayotgan odamlar va suratga olayotgan odamlar oldida suvni reklamasi, ya'ni suv ichinglar deydi. Bu ham albatta tanqidiy qaror hisoblanadi, chunki Coca-Cola kompaniyasi juda ham ko'plab futbolchilar tomonidan rad etilmagan, faqatgina Ronaldo tomonidan rad etilganini misol tariqasida aytyapman. Bu rad etilgandan so'ng surib qo'yilishni o'zi rad etilganligini bildiradi va bu Coca-Cola kompaniyasiga juda ham katta zarar yetkazadi. Mana shu ham kerak bo'lsa tanqidiy qarorlarga o'tishligi mumkin. Masalan, siz hech qanday bir katta amaldorni yoki masalan siyosatshunosni qarorlarini kutishingiz shart emas. Umumiy dunyo vaziyati, masalan dunyoda yuz berayotgan turli xil yangiliklar orqali ham bu tanqidiy qarorlar bo'lishligi mumkin bo'ladi. Xuddi misoli masalan bitta futbolchi butun bir kompaniyaning aksiyasini, nechidir foiz aksiyasini tushirib ketishiga sababchi bo'lgan bittagina masalan misol tariqasida futbolchi, to'g'ri u mashhur bo'lgan futbolchi bo'lishi mumkin, lekin u butun kompaniyaga ta'sirini o'tkaza oldi. Demak, yana bir misol aytadigan bo'lsam, misol tariqasida 2019-yilda bir bola o'zini kameraga oladi va bir ichimlikni reklama qiladi va ichimlik o'sha 2019-yil, ya'ni koronavirus vaqtida juda ham ko'plab hype bo'ladi. Ya'ni u ichimlik juda mashhur bo'lib ketib qoladi va kompaniya aksiyalari juda ham tez ko'tarilib, sanoatga o'z hissasini juda ham katta qo'shadi. Bu albatta tanqidiy qaror bo'lmasligi mumkin, lekin bu juda ham yaxshi yangilik. Ya'ni oddiygina bitta masalan hech kim tanimaydigan inson tomonidan butun kompaniyaning aksiyalar narxi ko'tarilib ketishi va sanoatga katta yordam berishligi ko'rib turganimizdek bu yangilik bo'ladi, chunki ko'tarilib ketishligiga sabab omma tomonidan yaxshi qabul qilinishiga bog'liq. Omma yaxshi qabul qilyapti, demak bu albatta aksiyalarni ko'tarilib ketishligiga albatta o'z hissasini qo'shadi. Kompaniyaning aytib o'tganimizdek aksiyalarda ishlashligimiz kompaniyaning daromadi o'syaptimi? Demak, kompaniyaning aksiyasi ham o'sadi. Bizga kompaniya qancha o'saversa, ya'ni siyosiy tarafdan ham masalan yoki masalan har qanday tarafdan o'sadigan bo'lsa, demak bizning aksiyalarimiz miqdori ham o'sib boraveradi. Daromadi oshdimi? Demak bizning aksiyalar narximiz ham oshadi. Moliyaviy yangiliklar, kompaniyalar daromadlari, foiz stavkalari va valyuta kurslari, aytib o'tganimizdek boya inflyatsiya misol keltirdik. Endi valyuta kurslari o'zgarishiga ham bog'liq bo'ladi. Kompaniya daromadlarini aytib o'tdik. Demak, kompaniyalar doimiy ravishda yangiliklarni chiqaryaptimi? O'sha kompaniyalarning yangiliklardan foydalangan holda taxmin qilib daromadlar qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu yangiliklar va bozorga ta'sir bo'limi orqali. Endi risklarni boshqarishga keladigan bo'lsak, stop loss, zararni cheklash, buyruqlardan foydalanish, pozitsiya hajmi, kapitalni himoya qilish uchun to'g'ri aniqlash, diversifikatsiya, portfelni turli aktivlarga bo'lish. Endi stop lossga keladigan bo'lsak, zararni cheklash, buyruqlardan foydalanish. Albatta biz fundamental tahlildan foydalangan holatda analiz qilyapmizmi? Demak, bizga stop loss ham qisman kerak bo'ladi. Sababi, masalan, biz uzoq muddatli investitsiya qilyapmizmi? To'g'ri, ko'pincha holatda analiz qilib bo'lgandan so'ng, biz savdoga kirganimizdan so'ng ko'pincha holatda investorlar risk qo'ymaydi, ya'ni risk darajasi bo'ladi, lekin stop loss qo'ymaydi, chunki uzoq muddatli investitsiya qilganligi uchun, uzoqroq muddat savdoda bo'lishligi uchun, ya'ni sira savdodan chiqarib yuborishligi mumkin. Agar aksiya narxi tushib ketadigan bo'lsa, misol tariqasida u 1 yilga yoki 2 yilga aksiyaga savdoga kiryapti, misol tariqasida $100 da savdoga kiryapti va u $100 orqali masalan necha yuzta ham aksiya sotib olyapti. U aksiyani endi $100 dan misol tariqasida 6 oy o'tgandan keyin $50 ga tushib qolishligi mumkin. $50 degani butun bir portfolyoni
50% tushib ketgani degani. Mana shu holatda uning riskka urmasligi uchun u risk qo'ymaydi, ya'ni stop loss qo'ymaydi. Lekin kelajakda masalan 6 oydan keyin 7-oylardan 8-oylarda masalan ko'tarilib, u kutgan natijadan ham ko'proq natijalar berishligi mumkin. Shuning uchun stop loss orderi ko'pincha holatda investorlar tomonidan foydalanmaydi, lekin sizlarga doimiy ravishda individual trade qilayotgan bo'lsangiz, sizga doimiy ravishda stop loss kerak bo'ladi. Agar siz masalan 1 oylikka kiradigan bo'lsangiz yoki masalan 3 oylik bo'ladimi, hattoki 1 yillikka kiradigan bo'lsangiz ham iloji boricha hozirchalik stop loss orderidan foydalanishingizni maslahat beramiz. Pozitsiya hajmiga keladigan bo'lsak, kapitalni himoya qilish uchun to'g'ri aniqlash va diversifikatsiyani birga qo'shib ketamiz. Portfelni turli aktivlarga bo'lishni, aksiyalarga savdoga kirishdan oldin, ya'ni investitsiya qilishdan oldin biz portfelni bo'lib chiqamiz. Masalan, bizning portfelimizda misol tariqasida bir $50,000 miqdorida pul bor. Mana shu $50,000ni masalan $10,000ni Tesla kompaniyasining aksiyasi uchun ajratamiz. Masalan $15,000ni esa Apple kompaniyasiga ajratamiz va ularga investitsiya qilganimizdan so'ng bu portfel muzlatilinadi. Ya'ni hozir bizdan ketgan umumiy xarajat $25,000 misol tariqasida $10,000 Teslaga, $15,000 Apple kompaniyasiga investitsiya tarzida. Endi o $25,000 muzlagandan so'ng bizda yana aktiv bo'lgan $25,000 bor va uni biz jonli trade qilishimiz uchun, ya'ni individual tarzda trade qilishimiz uchun saqlab qo'yishimiz mumkin. Bu yerda qolgan $25,000, ya'ni muzlatilgan 25,000 bizda shu 1 yil yoki 2 yil bo'ladimi yoki uzoq muddatli tarzda bu muzlatiladi va shu holida qoladi. U masalan $50,000 ga chiqib ketib qolishi mumkin yoki masalan $10,000 ga tushib ketib qolishi mumkin. Unga biz e'tibor bermaymiz agar investitsiya tarzida kirgan bo'lsak. Va buning barchasi portfelni turli qismlarga bo'lish hisoblanadi. Aytib o'tganimizdek, aktiv savdolar uchun, noaktiv savdolar uchun, investitsiyalar uchun va doimiy ravishda portfelda qanchadir daromad masalan miqdorda depozit turishligini ajratishimiz mumkin bo'ladi. Bu xulosa va keyingi qadamlar. Ana endi umumiy xulosaga keldik. Muhim vositalar muvaffaqiyatga erishish uchun strategiyalar foydali savdo qilish, risklarni boshqarishni hech qachon unutmang. Ya'ni muhim vositalar biz doimiy ravishda savdoga kirishligimiz va o'sha investitsiya tarzida savdolarni kutishligimiz va doimiy ravishda yangiliklardan boxabar bo'lib borishligimiz bu muhim vositalar bo'ladi. Strategiyalar esa biz nimaga asoslanib kiryapmiz? Ya'ni kerak bo'lsa mana shu fundamental tahlilda ham o'ziga yarasha strategiyalari bor. Ya'ni istalgan yangilikni ko'rib, bo'ldi, men shu aksiyaga kirib ketaman va mana shu aksiyani savdo qilaman deyishni o'zi yetmaydi. Biz har bir aytib o'tgan instrumentlarimizdan foydalanishimiz kerak. Ya'ni quyidagi masalan 3 ta bo'limni aytib o'tdik. Masalan, inflyatsiya bo'ladimi, valyuta kursining o'zgarishi bo'ladimi, siyosiy xabarlar bo'ladimi? Buning barchasi bizga strategiya sifatida o'tadi. Bularning barchasi bizga misol tariqasida TradingView'da masalan biz instrumentlardan foydalanib chiqsak, endi fundamental tahlilda biz instrumentlari bu bizning boyagi aytib o'tgan tahlil turlarimiz hisoblanadi. Risklarni boshqarishni hech qachon unutmasligimiz kerak, chunki risklarni boshqarish bu bizni katta zararlarni oldini oladi. Agar siz boshlang'ich trader sifatida yoki boshlang'ich investor sifatida ishlamoqchi bo'lsangiz, sizlarga stop loss orderini doimiy ravishda qo'yib borishlikni maslahat beraman. Agar shu video bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizning kommentariy bo'limiga savollaringizni yozib qoldiring. Biz albatta savollaringizga javob beramiz va shu bilan biz keyingi videoda uchrashguncha deb qolamiz.